Oyjon aytdilar, somsa qilib qo'yar ekansiz. Men o'zim qilaman dedim, sizga domba bo'lib, ishib zo'r olib chiqargan tog'oraga solib olib ketar ekanlar. Hop bo'ladi. Ovsin, Labbi. ovqatingizni ichib olganingizdan keyin tez hamma kirlarni yuvib qo'yar ekansiz. Oyjonga men yuvaman dedim, o'zingiz yaxshiroq yuvadilar dedilar. Hop bo'ladi. Hop. O'sha ovsin, siz bo'ylaringiz bilan men bilan oppoq kraska qilib qo'yar ekansiz. Hop bo'ladi, hop. Cho'ra tugatasiz. Hop bo'ladi. Ovsin, o'yinchoqlarni yig'ib qo'yar ekansiz. Hop, yig'im. Ko'rpachalarni yig'ib qo'yar ekansiz. Hop. Noron qiling. Hop bo'ladi. Ha, ovsin, Oyjon siz baribir haydab olib turadi. Yo'q, alohida qilib chiqarib yubordilar. Hamma ish uddalar va siz qo'lingizdan hamma ishni kelyapti deb alohida qilib mana chiqarib yubordilar. Voy. Biz katta o'g'limiz-ku, biz birinchi chiqib ketishimiz kerak-ku. Sizga hali o'rgatadigan narsalari ko'p ekan. Ko'p narsani o'rgatishim kerak. Hali pishmagan, o'qimagan dedilar. Oyjon. Kelin poshsha, Labbi Oyjon. osh yegim kelyapti. Osh qiling. Ha, xo'p bo'ladi, hozir damlayman. Kelin poshsha, Labbi Oyjon. osh yegim kelmay qoldi. Mastava qiling. Voy, osh tayyor bo'lib qoldi. Hozir 5 minutda suzaman Oyjon. Men mastava ichkim kelyapti. Ha, xo'p bo'ladi Oyjon, xo'p. Kelin poshsha, Labbi Oyjon. mant qiling. Oyjon, mastava pishdi, tayyor mastava. Go'shtli bo'lsin, go'shtli mant. Xo'p bo'ladi Oyjon. Mana shu gulni oling, mashitga qo'ying. Shu o'tganmi mana? Bo'lmadi. Ko'taring. Mana. Bo'tam bo'lmadi. Ko'taring. Ketdi. Orqamdan keling. Oyjon, balki oldin o'ylab olarmiz qaqa qo'yishni. Ko'taring. Ko'taravering. Keling. Yo'q qo'ying. Bo'lmadi. Oling. Tezjon bo'l. Yo'q qo'ying. Bo'lmadi. Oling. Mana qo'ying. Nega yalpayib o'tirib oldingiz? Turing, ko'taring. Qurigan gul uyda kerak emas. Hovliga olib chiqing. Oyoq kiyimlarni yig'ishtiring. Bo'tga yaxshi turmadi. G'alati bo'lib qoldi. Ko'taring, tetigi bilan uyga olib kirib qo'ying. Shu menga ish buyursangiz maza qilasiz, Oyjon. Qizlar, o'zimga prank qilamiz. Qani nima qilarkan? Ochinglar, quplanib qoldi. Kim bor? Oyijon. Voy. O'zini bilan qopdilar shekilli. Dilnozaxon, adasi. Oching. Voy. Men bu yaqin o'simni ahvolini qaranglar tushib ketishini. Shuda qo'yningga ilondek kirib oladi, xolarini qiladi bu yoqda. Bor yo'qol, ko'zimga ko'rma, hozir bir narsa qilib qo'yma. Tur yo'qol. Kelin poshsha, bir osh qiling, bugun qo'lingizdan bir osh yeylik. Xo'p bo'ladi. Oyijon, oshni sariq sabziga qilingmi yo qizil sabziga qilingmi? Sholg'omga qiling. Uyda sariq sabzidan boshqa hech narsa yo'q-ku. Ha. Xo'p. Oyijon, qanaqa guruchga qiling? Devziraga qilingmi yoki lazerga qilingmi? Devziraga qiling, moshga qiling, loviyaga qiling. Nimaga bo'lsa ham osh qiling, osh yegim kelyapti. Bugun yeylik, baraka topkur. Xo'p bo'ladi oyijon. Oyijon, qo'y go'shtiga qilingmi, mol go'shtiga qilingmi? Ha, mol go'shtiga qiling. Tushundingmi? Mol. Tushundim, mol. Oyijon, oshga tuxum qaynataymi? Yo, sut qaynat, sut. Oshga tuxum qaynatadi-da. Tuxum qaynatasan-da, qaynat. Voy tavba. Alo, Ra'no. Voy Zargar Abduqodirdan birlan tuzib oldingmi? Voy marobisin. Ra'no, birpas tur, hozir tez qoram. Oyijon. Nima Oyjon? Yemadim o'sha oshingni. Qima, tur yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Bo'shlarimni ortib yording. Oyjon. Menga qarab bor, choy damlab kel. Oyijon, ko'k choy damlaymi, qora choymi? O balo choy. Bor yo'qol, balo choy. Bor yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Hozir bir narsa qilib qo'yma. Tur yo'qol. Voy bolalar, asalim, bir-biringlarni ustinglarga chiqmanglar. Bu yoqqa o'tir. Voy, nima meni bolamni siltalayapsiz? Yo'q, men siltalamadim. Bir-birini ustiga chiqib ketibdi. Narrov Bu ham bola. Endi eshik qilib miyolmaydi-ku bola. Bu hali bolam kichkina qilmaysa nima qildi? Hech narsa qilmaydi. Yo'q, endi hali kichkina-ku. Faqat sizda bola bor ekanda. Ha, mayli. Shunchami? Voy tavba, astag'firulloh. Voy tavba. Как будто bo'tga tepib qo'yganini men ko'rmaydigandek tepib ketadi. Mayli, Allohim insof bersin iloyim. Derazasini yopib ish qilsa bo'lmaydimi? Qarab turaveradi, tekin tomosha qo'yyapti-da, kimdir bu yoqda, tavba. Astag'firulloh, hech tushunmayman-da shu odamni. Kelinlar, adanglar choy ichaman deyaptilar. Choy damlab beringlar.
Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, oyijon, hozir damlaymiz. Hozir oyijon, ha bo'ladi. Otilib, man damlayman deydi. Damlashini bir ko'ringlarchi. Voy tavba, bezrayib o'tirishini buni. Kichkina kelin turganda katta kelin bo'lib man damlamasam kerak. Man choy damlab kela qolay opajon. Irodaxon, O'zim damlaysiz damlayman. endi kichkina kelin bo'lganingizdan keyin siz turganingizda man damlamasam kerak. Oyijon, qanaqa choy ichasizlar? Irodaxon, oyijondan so'ramang. Bu uyda 10 yildan beri man yashayapman-da. Oyijon, qanaqa choy ichadilar? Adajon, qanaqa choy ichadilar? Mendan so'rang, men aytib beraman. Xo'p bo'ladi. Qanaqa choy ichar ekan? Opajon, men oldingizga qo'yib beraman. O'zingiz damlab ola qoling, bo'lmasa. Irodaxon, oyijonga ko'k choy damlaysiz. Adajonga achchiqqina qilib qora choy damlaysiz. Oddiy kuniga qarindoshlar bilan gapimiz bizani uyimizda bo'lar ekan. Shuncha odamni qatga qanaqa sig'diraman, boshim qotdi. Xavotir olmang oyijon, xavotir olmang. Mana katta keliningiz bor ekanlar, g'am tashvishga o'rin bormi? Bular o'zi hozir hamma narsa qayerda turishini biladilar, joy-joyini biladilar. Kelgan mehmonlarni o'zlari chiroyli qilib joylab kutib oladilar. To'g'rimi, opajon? Voy, bu kelinimiz nimaga yig'layapti? Chorsuvlardan Abu Sahiy bozoriga olib kelsam, mana shu do'konni topsam, shu do'konga olib kirib, do'kondagi xohlagan pardalaringizni tanlang desam. Voy, nimaga yig'laydi bu kelin? Ko'nglingga qarab yoqqanini ol desam. Yig'lamang, bo'ldi. Xohlaganingizni oling kelib shu do'kondan. Rahmat. Irodaxon, turing, ovqat sovura qoling. Voy opajon, kecha man qildimmi? Bugun siz qiling endi. Men ovqat qilgim kelmayapti. Voy, keling-da. Telefondan qaraymiz. Dastlabki qora qoling-lo, Sushimi? Yo pizza aytamizmi? Sushi ayting-lo. Yoki chiqib yeb kela qolamizmi? Davay. Davay ketdi.